Diqqat, tezkor xabar. Kir iflos mashinada yurganlar endi jarimaga tortiladi. Assalomu alaykum barchaga. Videolarimiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Mashinasi faqat yomg'ir yoqqanda moyka qiladiganlar endi jarimaga tortiladi. Shahar ko'chalarini tozalash va uni boshqarish agentligining ma'lumot berishicha, endi kir mashinada yurganlar jarimaga tortiladi. Qaror hozircha tasdiqlanmagan. Diqqat, keyingi xabar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ramazon oyida bozorlarda narx-navo barqarorligini ta'minlashga sharoit yaratish bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Eng so'nggi xabarlarni bizda kuzatib boring.